Agar o'sha joylarda o'lib ketsangiz yoki qamalib ketsangiz, jabrini oilangiz tortadi. Hurmatli vatandoshlar, agar siz ishlayman, pul topaman deb musofirga chet elga chiqqan bo'lsangiz yoki ilm olaman deb yoki sayohatga yoki ziyoratga aslo o'sha joyni qonun qoidalarini buza ko'rmang. Jinoyatga qo'l urmang, axloqsizlik qilmang. So'nggi paytlarda internet nashrlarida Turkiyada mana bitta ayolni o'zimizni vatandoshni boshini bo'laklab tashlagan ikkita vatandoshimiz haqida yoki Rossiyada jinoyat qilayotgan vatandoshlarimiz yoki Birlashgan Arab Amirliklarida mana jinoiy guruh tuzib bir-birini joniga qasd qilgan vatandoshlarimiz yoki Yevropada va eng alam qiladigani Saudiya Arabistoniga borib o'sha Saudiyani ziyorat qilishga borgan vatandoshlarimizni qonun qoidalarini u davlatning qonunlarini buzayotganligini haqida internetda tez-tez o'qib turibmiz. Afsuski bu narsa hammamizni dilimizni vayron qiladi. Esingizdan chiqarmang vatandoshlar, siz musofirda yurganingiz pul topaman debmi, o'qishmi, ishmi farqi yo'q. Siz musofirsiz. U yoqda o'zini qonun qoidalari bor. Siz eng avvalo o'zingizni salomatligingiz, tinchlik, xotirjamligingiz uchun ham jinoyatga qo'l urmang. Turli xil to'dalarga, guruhlarga qo'shilmang. Axloqsizlik qilmang. Pul topaman deb o'g'irlikka yoki boshqa narsalarga qo'l urmang. Agar u yoqda o'lib ketsangiz, o'ligingizni ham hech kim topolmaydi. Qamalib ketsangiz, sizni u yoqda, bu yoqda ota-onangiz, qarindoshlaringiz, agar uylangan bo'lsangiz, xotin bola chaqangizni holi nima kechadi? Nahotki shularni o'ylamaysiz? Esingizdan chiqarmang musofirga chiqqan vatandoshlar, sizni zimmangizda avvalo o'zingizni, sha'ningiz, or-nomusingiz, salomatligingiz, ota-onangizning halovati, uylangan bo'lsangiz ayolingiz va farzandlaringizning tinchligi, xotirjamligi, halovatli va eng asosiysi O'zbekiston degan bir muqaddas vatanning sha'ni va or-nomusi turibdi. Men bir o'zim nima qilaman demang. Sizni qilgan ishingiz sabab o'zbeklar deb qo'lini bigiz qilib internetda katta harflar bilan maqolalar yozishyapti xorijliklar. Siz qilgan jinoyat sabab butun o'zbeklarni, O'zbekistonning sha'niga dog' tushishi mumkin. Alloh asrasin. Shuning uchun iltimos qilib qolaman, hurmatli musofirdagilar, axloqingizni, o'zingizni, xulqingizni go'zal tarzda o'rnak bo'lib boshqalarga mehnat qiling, ilm oling, sayohat qiling, ziyorat qiling. Zinhor o'zingizni va vatanimizni, or-nomusini, sha'nini yerga urmang, chunki bunga hech kimimizning haqqimiz yo'q. Hech birimiz buni hisobini bera olmaymiz. Mana shu videoni musofirda yurganlarga tashlab qo'ying.